Avvalambor assalomu alaykum. Qamash qishloqdoshlar, mahalladoshlar, ahli O'zbekiston, musofirda yurgan aka-ukalar. Xabarlaringiz bor, kecha men bitta video chiqaruvdim. Ota va onasini o'limini kutayotgan o'g'il va kelin deb nomlagan video. Ana shu video chiqqandan beri bizda telefon tingani yo'q. Shunga bu videoni o'chirishga qaror qildim. Bu Normurod akaga ham bosim juda ko'p bo'libdi. Mahallaga chiqib aytdim, xotin-qizlarga, raisga. Mahalla kelib xabar oladi. Kerak bo'lsa uchastkoviga ham aytamiz. Xudo insof bersin bularga. Bosim qiladiganlarga Xudo insof bersin. Ko'ramiz o'zgarishni, Xudo xolasa. Videoni o'chir deyapti, mayli o'chirib tashlaymiz. Men misol u bosim qilganlarni gapi bilan udalt qilmayapman. Normurod aka mayli bacham o'chirgan. Ko'ramiz bu yog'ini dalshi dedilar. Videoni saqlanib qila oldim. Telegramga, YouTube kanaldan. Saqlanib qila oldik. Vaqt oliy hakam. Vaqt oliy hakam. Menga chiqib oqni oq, qarani qara deb bitta ikkita aql o'rgatganlar bo'ldi. Men aytdim ularga. Sallani komandang bilan men ish bajarmayman. Men bitta odam bilan gaplashdim. Shu odamning gapi uchun men shu videoni chiqardim deb aytdim. Ko'pchilik chiqdi. Ko'pchiliklar chiqdi. Endi bu yog'i o'g'ilga, kelinga Xudo insof bersin. Qaynotasi, qaynonasiga qarasin. Aptikalardan qarzi bor ekan, doktorlardan qarzi bor ekan, shularni qarzlarini bersin borib. Sog'ligiga qarasin, yeb ichariga qarasin. Vaqt oliy hakam, vaqt ko'rsatadi hamma narsani. Bosim qiladiganlar salla o'ylama. Men sallani hech qaysingdan qo'rqmayman. Hech qaysingdan. Shu chiqargan videom uchun luboy joyda borib javob ham beraman. Borgan vaqt. Salla o'ylama. Biza o'qilamiz. Hech narsa qila olmaysan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, hech qaysing. Gapimga 100% javob beraman. Xalqda o'zi baho berib bo'ldi. Telegramlarim to'lib ketdi. Xolliqi mahallasi, qishloqdagilar nimalar deb yozib tashlagan. Hammasini eshitib, men o'sha bitta fikrga kelib o'ldim. Vaqt oliy hakam, ko'raveramiz dalshi ham. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Mana shu bugun o'chmaydi video. 48 soatdan keyin o'chiriladi video. 48 soatgacha videoni udalt qila olmayman. Mana hozir pashti bir 30 soatlar bo'ldi. Ertaga shu kunlar video o'chadi. Erta shu kunlar videoni o'chiraman, hozir bu videoni qo'yib yuboraman. Endi bosim bo'ldi, Normurod akaga normal bosim bo'ldi. Kelib unisi gapirdim, unisi gapirdi. Ancha kishi gapirib tashladi Normurod akaga. Normurod akaning ukasi bilan ham gaplashdim. Kelin tarafdagilar bilan ham gaplashdim. Murod bilan ham gaplashdim. Hammasi bilan gaplashdim. Erta oqshom soat 6:00 da video o'chadi. Ungacha o'chmaydi video. Vaqt oliy hakam, qaranglar. 4 kunligi qolganmi, 5 kunligi qolganmi? Normurod akaga yordam qilinglar. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Komendanturalar uchun atdenli rahmat hammalaringizga. Murodga ham Xudo insof berib qolar. Oylik tashlaganda otasiga berar bir. Mang ota 200-300 dollar deb. Sog' salomat bo'linglar.